Turkiston, ya'ni O'rta Osiyo davlatlari to'g'risida ma'lumot. Turkiston asrlar davomida ilm va ma'rifat beshigi bo'lib, muqaddas zamin hisoblanadi. Bugun bu hududda 5 mustaqil davlat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston joylashgan. Keling, ushbu davlatlar haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Ular tarixi va tabiati bilan boydir. Mintaqaning umumiy yer maydoni taxminan 4 million kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Eng katta davlat bu Qozog'iston. Eng zich aholi yashaydigan davlat esa bu O'zbekistondir. Jami aholi soni Turkistonda 80 millionga yaqin. Qishloq xo'jaligi mintaqada asosiy tarmoqlardan biri hisoblanadi. G'alla, paxta va chorvachilik muhim ahamiyatga ega. O'rta Osiyo hududining katta qismi cho'l va yarim cho'llardan iborat. Cho'llar iqlim va ekologiyaga kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'rmonlar mintaqa yerlarining kichik qismini tashkil etadi. Ammo ular havo sifati va bioxilma-xillik uchun hayotiy ahamiyatga egadir. Suv Turkistonda eng strategik resurs. Amudaryo va Sirdaryo butun mintaqaning hayoti bilan bog'liqdir. Suvdan oqilona foydalanish kelajak uchun juda muhim. Yer omonat, suv omonat, tabiat esa Allohning uyi hisoblanadi. Uni asrash nafaqat insonlik, balki iymon mas'uliyatidir. Kelajak avlod uchun sog'lom yer, toza suv qoldiraylik. Allohim bizlarni omonatga xiyonat qilmaydigan bandalaringdan qilgin. Amin.